Assalomu alaykum. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Qariyalar kasalxonada davolanmay qoladimi? Yangi qo'yda deganda aslida nimani tushunish kerak? Kimga xavf bor? Kim bemalol davolanish huquqiga ega? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, buyimiz, bobamiz yoki yoshi katta yaqinimiz bor. Agar siz buni bilmasangiz, oddiy hujjat yetishmagani, yo'llanma noto'g'ri rasmiylashtirilgani yoki navbat masalasida tushunmovchilik bo'lgani uchun bemor vaqt yo'qotishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha eshiting. Chunki men sizga vaziyatni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Men avvalo bir narsani aniq aytaman. Yoshi katta odam faqat qariya bo'lgani uchun davolanmaydi degan qo'yda bo'lishi mumkin emas. Tibbiyotda bemorga yoshiga qarab emas, ahvolning og'irligiga, tashxisiga, shoshilinchlik darajasiga, mavjud ko'rsatmalarga va hujjatlariga qarab yordam ko'rsatiladi. Lekin odamlar orasida endi qariyani kasalxonaga yotqizishmaydi. Pensionerlarni qaytarishyapti, yangi qo'yda chiqibdi degan gaplar ko'paygan bo'lsa, bu gaplar odatda bir necha real sababdan paydo bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik holatda bemor poliklinikaga borar, shifokor ko'rardi. Kerak bo'lsa yo'llanma berardi. Keyin tuman yoki shahar kasalxonasiga yotqizilardi. Ba'zan bemor qarindoshi orqali, tanish orqali yoki shunchaki ahvoli og'ir deb qabul bo'limiga olib borilardi. Hujjatlar keyin to'ldirilardi. Bu tartib hamma joyda bir xil ishlamagan, lekin ko'p odamlar shunday o'rganib qolgan. Hozir esa ko'p joylarda tartib aniq bo'lib boryapti. Rejalashtirilgan davolanish uchun yo'llanma, tahlillar, elektron navbat, to'rt mutaxassis xulosasi, oilaviy shifokor ko'rigi, kasalxonaga yotqizish ko'rsatmasi talab qilinadi. Shoshilinch holatda esa bemor hujjat kutib o'tirmasligi kerak, tez yordam yoki qabul bo'limi orqali ko'riladi. Ana shu ikki holatni odamlar ko'pincha aralashtirib yuboradi. Rejali davolanish boshqa, shoshilinch yordam boshqa. Masalan, 72 yoshli odamning tizzasi og'riyapti. 2 yildan beri yurishi qiyin, lekin bugun hayoti xavf ostida emas. Bunday holatda uni darhol statsionarga yotqizishmasligi mumkin. Avval rentgen, qon tahlillari, terapevt ko'rigi, ortoped xulosasi, bosim va yurak holatini baholash kerak bo'ladi. Bu davolashmayapti degani emas. Balki reja asosida tekshiruv va navbat bor degani. Lekin 72 yoshli odam insult belgilari bilan kelsa, ya'ni qo'li oyog'i ishlamay qolsa, yuzi qiyshayib gapira olmay qolsa, bu shoshilinch holat. Bunda yo'llanma olib keling deb vaqt cho'zish mumkin emas. Men sizga eng muhim farqni aytaman. Kasalxona yotqizishi uchun qari degan holatning o'zi yetarli emas. Kasal degan holatning ham o'zi har doim yetarli emas. Kasalxonaga yotqizish uchun tibbiy ko'rsatma bo'lishi kerak. Tibbiy ko'rsatma degani nima? Bemorning ahvoli uy sharoitida yoki poliklinikada davolash uchun og'ir, doimiy kuzatuv kerak, tomir orqali dori kerak, operatsiya kerak. Nafas olish, yurak, miya, buyrak faoliyati xavf ostida yoki tashxisni aniqlash uchun statsionar tekshiruv zarur. Men amaliy misol keltiraman. 6-8 yoshli ayolda qandli diabet bor. Qoni biroz yuqori, oyoqlari uyushadi. U shifokorga boradi. Agar qand miqdori 9 yoki 10 bo'lsa, umumiy ahvoli barqaror bo'lsa, hushida bo'lsa, ovqat yeyotgan bo'lsa, bosim nazoratda bo'lsa, shifokor uni darhol kasalxonaga yotqizmasligi mumkin. Unga dori tartibini o'zgartirish, parhez, endokrinolog ko'rigi va nazorat tahlillari beriladi. Lekin shu bemorning qandi 25 yoki o'tib bo'lsa, og'zi qurib, holsizlanib, hushida chalkashlik bo'lsa, keton yoki og'ir suvsizlanish belgilari bo'lsa, bu boshqa holat. Bunda statsionar yoki shoshilinch yordam kerak bo'lishi mumkin. Yana bir misol. 80 yoshli boboning bosim bil oltinga do'qinin. Qarindoshlari qo'rqadi va darhol kasalxonaga yotqizinglar deydi. Agar boboning ko'krak og'rig'i yo'q, nafas qisishi yo'q, nevrologik belgi yo'q, bosim dori bilan tushsa, shifokor uyda davolanish tanlashi mumkin. Lekin bosim 220 ga 120 bo'lsa, bosh qattiq og'risa, ko'rish xiralashsa, ko'krak siqsa, nafas yetmasa, qo'l oyoq uvishib yoki falaj bo'lsa, bu xavfli belgi. Bunda yoshi katta odamni navbatda turasiz deb qaytarish to'g'ri emas. Chunki asorat insult, infarkt yoki buyrak yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Men birinchi navbatda 65 yoshdan oshgan bir nechta surunkali kasalligi bor bemorlarni aytaman. Masalan, bir odamda ham yurak yetishmovchiligi, ham diabet, ham qon bosimi, ham buyrak muammosi bo'lsa, u oddiy shamollashni ham og'ir o'tkazishi mumkin. Ikkinchi guruh yolg'iz yashaydigan qariyalar. Ular dori ichishni unutishi, ahvoli yomonlashganini vaqtida aytmasligi.
yiqilib qolsa yordam chaqira olmasligi mumkin. 3-guruh yaqinda operatsiya bo'lgan yoki kasalxonadan chiqqan bemorlar. 4-guruh insult, infarkt, og'ir pnevmoniya, saraton, buyrak yetishmovchiligi, jigar sirrozi kabi tashxislari borlar. Kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Agar yoshi katta bemorning ahvoli barqaror bo'lsa, ovqat yeyayotgan bo'lsa, siydigi normal bo'lsa, hushida bo'lsa, nafas olishi yaxshi bo'lsa, bosimi dori bilan nazorat qilinsa, harorat juda baland bo'lmasa, u har doim kasalxonada yotishi shart emas. Ba'zan uyda davolanish xavfsizroq ham bo'ladi. Chunki kasalxonada infeksiya yuqtirish xavfi, stress, uyqusizlik, begona muhit, boshqa dorilar bilan chalkashlik bo'lishi mumkin. Men buni shuning uchun aytyapman. Kasalxonaga yotqizish davolanishning yagona yo'li emas. To'g'ri tashxis, to'g'ri dori, nazorat va vaqtida qayta ko'rik ham davolanishning muhim qismidir. Lekin bu gapni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Uyda davolansa bo'ladi degan qarorni qarindosh emas, shifokor bemorni ko'rib, holatini bog'lab aytishi kerak. Internetdagi maslahat, qo'shnining gapi, oldin bizda ham shunday bo'lgan degan tajriba yetarli emas. Ayniqsa qariyalarda bir kasallik boshqasiga o'xshab ko'rinishi mumkin. Masalan, yosh odamda infarkt ko'pincha ko'krak og'rig'i bilan boshlanadi. Qariyada esa infarkt faqat holsizlik, terlash, nafas qisishi yoki oshqozon bezovtaligiga o'xshab boshlanishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, qariyalarda belgi sust bo'lsa ham xavf katta bo'lishi mumkin. Yangi tartib masalasida yana bir muhim narsa bor. Ko'plab joylarda kasalxonaga rejali yotqizish uchun yo'llanma asoslangan tashxis talab qilinadi. Bu nimani anglatadi? Shifokor bemor yotish kerak deb yozish kerak. Unda nima uchun yotish kerakligi ko'rsatiladi. Masalan, surunkali yurak yetishmovchiligi kuchayishi, pnevmoniya gumoni, qandli diabet dekompensatsiyasi, anemiya og'ir daraja, operatsiyaga tayyorlash kabi. Agar yo'llanmada faqat davolanish uchun deb yozilsa, kasalxona qabul qilmasligi yoki qayta rasmiylashtirishni so'rashi mumkin. Shuning uchun hujjatni to'g'ri to'ldirish juda muhim. Endi men eng ko'p uchraydigan chalkashliklarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, qabul bo'limiga olib borilgan har bir bemor statsionarga yotqizilmaydi. Qabul bo'limida shifokor ko'radi, bosim, harorat, puls, kislorod darajasi, EKG. Zarur tahlillar qilinishi mumkin. Natijaga qarab 3 xil qaror bo'ladi. Darhol yotqizish, boshqa muassasaga yuborish yoki ambulator davolanish tavsiya qilish. Odamlar ko'pincha 3-qarorni qaytarib yuborishdi deb qabul qiladi. Aslida shifokor yozma tavsiya bergan bo'lsa, bu ham tibbiy yordam hisoblanadi. Lekin yozma tavsiya bermasa, tushuntirmasa, holatni baholamasa, bu muammo. Ikkinchi nozik jihat. Shoshilinch holatda hujjat yo'qligi yordamga to'siq bo'lmasligi kerak. Pasport uyda qolgan bo'lishi mumkin. Yo'llanma bo'lmasligi mumkin, tahlillar eski bo'lishi mumkin. Agar bemorda hayot uchun xavfli belgilar bo'lsa, avvalo yordam ko'rsatiladi. Keyin hujjat aniqlanadi. Masalan, odam hushini yo'qotsa, kuchli ko'krak og'rig'i bo'lsa, nafas ololmasa, qon ketayotgan bo'lsa, insult belgisi bo'lsa, og'ir jarohat bo'lsa, avval poliklinikaga boring deyish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. 3-nozik jihat, ayrim davolanishlar bepul, ayrimlari pullik yoki kvota asosida bo'lishi mumkin. Bu yerda odamlar juda ko'p adashadi. Davlat kafolatlagan shoshilinch yordam boshqa, rejalashtirilgan yuqori texnologik operatsiya boshqa. Masalan, son bo'g'imni almashtirish, ko'z operatsiyasi, yurak stenti, murakkab tekshiruvlar ayrim holatda navbat. Kvota imtiyozli yo'llanma yoki pullik xizmat orqali amalga oshiriladi. Agar bemorga hozir bepul navbat yo'q deyishsa, bu umuman davolamaymiz degani bo'lmasligi mumkin. Lekin siz aniq so'rashingiz kerak. Qaysi xizmat bepul? Qaysi xizmat pullik? Bepul xizmat uchun qanday navbat bor? Qaysi hujjat kerak, kim tasdiqlaydi? 4-nozik jihat. Qariya bir nechta dori ichadi va dorilar bir-biri bilan to'qnashishi mumkin. Masalan, 55 yoshli ayol bosimga 3 xil dori, qonga suyultiruvchi dori, diabetga dori, oshqozonga dori ichadi. U shamollab qolsa qo'shimcha antibiotik yoki og'riq qoldiruvchi oladi. Natijada buyrakka yuk tushadi, qon ketish xavfi oshadi. Bosim birdan tushib ketadi. Shifokor kasalxonaga yotqizishdan oldin dorilar ro'yxatini ko'rishi kerak. Qarindoshlar esa hammasi uyda bor, ichib yuribdi deb umumiy gapirmasligi kerak. Dori nomi, dozasi, kuniga necha marta ichishi aniq yozilgan bo'lishi kerak. 5-nozik jihat, qariyalarda oddiy holsizlik ham jiddiy belgidir. Yosh odam bir kun holsiz bo'lsa, dam olib o'tib ketishi mumkin. Talbezin 2 yoshli odam esa birdan yotib qolsa, ovqat yemasa, suv ichmasa, gaplari chalkashsa, bu infeksiya, insult, qonning keskin o'zgarishi, suvsizlanish
yurak muammosi yoki dori asorati bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim qarindoshlarga aytaman. Qariyaning avvalgi holati bilan bugungi holatini solishtiring. Kecha yurib yurgan odam bugun tura olmayaptimi? Kecha gaplashgan odam bugun adashyaptimi? Kecha ovqat yegan odam bugun yutolmayaptimi? Bu savollar juda muhim. 6-chi nozik yat, joy yo'q degan javob. Ha, ayrim paytda kasalxonada joy bo'lmasligi mumkin. Lekin bu holatda bemorni shunchaki tashlab qo'yish kerak degani emas. Agar shoshilinch holat bo'lsa, tibbiy xodimlar bemorni barqarorlashtirish, kerak bo'lsa boshqa muassasaga yo'naltirish, tez yordam orqali ko'chirish masalasini ko'rish kerak. Agar rejali holat bo'lsa, navbatga yozish, qaysi sanada kelish, qaysi tahlillarni tayyorlash, qaysi shifokorga qayta borish kerakligini tushuntirish lozim. 7-chi nozik jihat. Bemorning ro'ziligi va qarindoshlarning roli. Qariya hushida, aqli joyida qaror qila olsa, uning o'zi davolanishga rozilik beradi yoki rad etadi. Qarindoshlar biz yotqizamiz yoki biz yotqizmaymiz deb bemorning o'rniga har doim qaror qila olmaydi. Lekin bemor hushida bo'lmasa, og'ir holatda bo'lsa, demensiya, ruhiy chalkashlik yoki insult tufayli qaror qila olmasa, yaqinlari tibbiy xodimlar bilan birga harakat qiladi. Bu yerda hurmat, hujjat va aniq ma'lumot kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Yosh katta yaqinlaringiz uchun alohida tibbiy papka tayyorlang. Unda pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa nusxasi, nogironlik hujjati bo'lsa nusxasi, so'nggi tahlillar, EKG, UZI rentgen, KT yoki MRT javoblari. Kasalxonadan chiqish xulosalari, allergiya haqidagi ma'lumot, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati bo'lsin. Dorilar ro'yxatida faqat nomi emas, dozasi ham yozilsin. Masalan, enalapril 10 mg ertalab indona, metformin 1000 mg kuniga 2 marta, aspirin 75 mg kechqurun kabi. Bu oddiy daftar bo'lsa ham bo'ladi, lekin aniq bo'lsin. Ikkinchi qadam, oilaviy shifokor yoki poliklinika bilan aloqani yo'lga qo'ying. Qariya faqat kasal bo'lganda emas, reja asosida ham ko'rilishi kerak. Qon bosimi, qand miqdori, buyrak ko'rsatkichlari, hemoglobin, yurak holati muntazam tekshirilsa, kasalxonaga shoshilinch tushish xavfi kamayadi. Masalan, buyrak faoliyati pasaygan bemorga ayrim dorilarni kamaytirish kerak bo'ladi. Bu oldindan aniqlansa asoratning oldi olinadi. 3-qadam, shoshilinch belgilarini yodda tuting. Ko'krakda kuchli og'riq, nafas qisish, hushdan ketish. Qo'l yoki oyoqning birdan ishlamay qolishi, gapira olmaslik, yuz qiyshayishi, qon ketishi, qora najas, to'xtamaydigan qusish, 39 darajadan yuqori isitma, siydik chiqmay qolishi, qonning juda ko'tarilishi yoki tushib ketishi, bosimning juda yuqori bo'lishi va holat yomonlashishi bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Bunday vaziyatda tez yordam chaqirish yoki qabul bo'limiga murojaat qilish kerak. 4-qadam, agar kasalxona yotqizmaymiz desa, siz janjal bilan emas, aniq savol bilan yondashing. Iltimos, bemorning holati bo'yicha yozma xulosa bering. Qaysi tashxis bilan uyga javob berilyapti? Qaysi dorilarni ichadi? Qachon qayta kelamiz? Qaysi belgilar bo'lsa tez yordam chaqiramiz? Rejali yotish kerak bo'lsa, qaysi yo'llanma kerak deb so'rang. Yozma tavsiya juda muhim. Og'zaki boraveringlar degan gap keyin sizga yordam bermaydi. Qog'ozda yoki elektron tizimda tavsiya bo'lsa, keyingi shifokor ham vaziyatni tushunadi. 5-qadam, yo'llanmani to'g'ri rasmiylashtiring. Poliklinikaga borganingizda kasalxonaga yotqizib bering deb umumiy aytmang. Belgilarni aniq ayting. Masalan, onam 76 yoshda. Oxirgi 3 kunda nafas qisishi kuchaydi. Kechasi yotolmayapti, oyoqlari shishgan, bosimi bigiz takvinga chiqyapti. Oldin yurak yetishmovchiligi tashxisi bo'lgan deb ayting. Shifokorga avvalgi xulosalarni ko'rsating. Shunda yo'llanma ham asosli bo'ladi. 6-qadam, agar navbat yoki kvota kerak bo'lsa, qaysi tashkilot hal qilishini aniqlang. Ba'zi masalalar tuman poliklinikasida boshlanadi, ba'zilari viloyat shifoxonasi. Ixtisoslashgan markaz yoki tibbiy komissiya orqali ko'riladi. Kimga uchrashamiz deb umumiy yuravermang. Ariza qayerga yoziladi? Qaysi hujjatlar kerak? Qabul kuni qachon? Telefon raqami bormi? Navbat raqami beriladimi? deb aniq so'rang. Har bir javobni yozib boring. 7-qadam, ariza yozishdan qo'rqmang. Agar bemor qayta sarson bo'lsa, hujjat qabul qilinmasa, tushuntirish berilmasa yoki shoshilinch holatda yordam kechiksa, muassasa rahbariyatiga yozma murojaat qiling. Arizada bemorning familiyasi, ismi, tug'ilgan yili, manzili, tashxisi, murojaat sanasi, kim ko'rgani, qanday javob berilgani, siz nimani so'rayotganingiz aniq yozilsin. Masalan, bemorning holatini qayta ko'rib chiqish, statsionarga yotqizish ko'rsatmasi bor yo'qligini yozma tushuntirish,
zarur bo'lsa yo'llanma berish deb yozish mumkin. 8-qadam tahlillarni yangilab boring. Ko'p joylarda rejali yotish uchun so'nggi 7 yoki 10 kun ichidagi tahlillar talab qilinishi mumkin. Ayrim tekshiruvlar esa oy ichida olingan bo'lishi mumkin. Bu talab muassasa va kasallik turiga qarab farq qiladi. Shuning uchun eski tahlil bilan borsangiz, qayta topshiring deyishlari mumkin. Bu ham odamga meni qabul qilishmadi bo'lib tuyuladi. Aslida operatsiya yoki statsionar davolanishdan oldin yangi tahlil bemor xavfsizligi uchun kerak. 9-qadam qariyaning uy sharoitini ham tayyorlang. Agar shifokor uyda davolanish mumkin desa, bu o'z holiga tashlab qo'yish emas. Bemor suv ichyaptimi, ovqat yeyaptimi, dorilarni vaqti olyaptimi, bosimi qanday, qandi qanday, harorati qanday, hojatga chiqyaptimi, yiqilib qolish xavfi bormi? Bular nazorat qilinadi. Agar yotgan bemor bo'lsa, yotoq yarasini oldini olish, terisini ko'rish, holatini o'zgartirish, oqsilga bo'y ovqat berish kerak. Uyda parvarish bo'lmasa, kasallik qaytalanishi mumkin. 10-qadam shifokorga borishda bitta odam mas'ul bo'lsin. Ko'p oilalarda bugun bir farzand, ertaga boshqa farzand, keyin qo'shni olib boradi. Har bir alohida gapiradi. Dorilarni bilmaydi, tashxisni eslay olmaydi. Natijada shifokor to'liq manzara ko'rmaydi. Bitta mas'ul qarindosh daftar yuritsin. Qachon qaysi shifokorga borildi, nima dedi, qanday dori yozdi, qanday tahlil kerak, qachon qayta ko'rik. Bu juda oddiy, lekin juda samarali. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech qachon faqat yoshi katta, baribir foydasi yo'q degan gapga rozi bo'lmang. Tibbiyotda qariyaning hayoti ham, og'riqsiz yashash ham, nafas olishi ham, yurishi ham, o'zini o'zi eplashi ham muhim. Ba'zi kasalliklarda maqsad to'liq tuzatish emas, holatini yengillashtirish bo'lishi mumkin, lekin bu ham davolashdir. Og'riqni kamaytirish, nafasni yengillashtirish, bosimni nazorat qilish, yotoq yarasini davolash, oziqlanishni yaxshilash, infeksiyani bartaraf etish, bularning hammasi qariyaning hayot sifatini saqlaydi. Agar sizga kasalxonada bemor yoshi katta, operatsiya xavfli deyishsa, bu gapni ham to'g'ri tushunish kerak. Har qanday operatsiyada xavf bor. Qariyalarda esa yurak, o'pka, buyrak, qon yuvishi, narkozga chidamlilik alohida baholanadi. Lekin xavf bor degani avtomatik rad etish degani emas. Siz xavf nimada? Alternativ davolash qanday? Operatsiyasiz nima bo'ladi? Operatsiya qilinsa foyda va zarar nisbati qanday? Anesteziolog ko'radimi? Boshqa mutaxassis xulosasi kerakmi deb so'rang. Qaror ma'lumot asosida qabul qilinishi kerak. Agar bemor og'ir, davolab bo'lmaydigan kasallik bosqichida bo'lsa, masalan saratonning kech bosqichi yoki og'ir yurak yetishmovchiligi bo'lsa, kasalxonaga har safar yotqizish eng to'g'ri yo'l bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda palliativ yordam, og'riqni nazorat qilish, uyda parvarish, zarur dorilar, psixologik va ijtimoiy yordam muhim bo'ladi. Lekin palliativ yordam davolanmaydi degani emas. Bu bemorni qiynamasdan, hurmat bilan og'riq va azobni kamaytirib parvarish qilish degani. Bugungi mavzuda men aytmoqchi bo'lgan eng asosiy fikr shu. Qariyalar davolanmaydi degan vahimali gapga ishonib qolmang, lekin yangi tartib, yo'llanma, navbat, hujjat va tibbiy ko'rsatma masalasini ham beparvo qoldirmang. Shoshilinch holatda vaqt yo'qotmang. Rejali davolanishda hujjatlarni to'g'ri tayyorlang. Har bir rad javobiga aniq yozma tushuntirish so'rang. Qariya odamning huquqi bor. Lekin qarindoshning ham mas'uliyati bor. Belgilarni vaqtida ko'rish, hujjatni yig'ish, shifokor bilan aniq gaplashish va davolanish rejasini nazorat qilish. Sizning hududingizda qariyalarni kasalxonaga yotqizish, yo'llanma. Navbat yoki bepul davolanish bo'yicha qanday muammolar bo'lyapti? Izohlarda yozing. Men odamlar eng ko'p duch kelayotgan savollarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot bir kuni kimningdir vaqtini, sog'lig'ini va hayotini saqlab qolishi mumkin.